мысалы голд тексерістен өтпей қалды. Бұл ұту керек еді. Мен действительно балет етіп отырдым голдқаш, бұл ұту керек еді да 5 шанса ұтып тастау керек еді сопернигін. Сөйту керек еді, тағы біреумен төбелесіп, оны да 5 шанса вұру керек еді. Сол кезде халық, мама, Еркебұланды жыртады, конкурентный бой болады деп конкурентный бойды күтетін еді. Қазір конкурентный бойды ешкім күтпейді. Қазір айтып жатыр, бәрі айтып жатыр, Еркебұланға уровень емес. Ондай бой маған да қызық емес та, маған қызық бойлар керек, конкурентный. Ажиотаж болатын. Мега бойды біз просрали бүгінше. Біз просрали бүгін мега бойды. Потому что біз екеуміз төбелессек, ондай мега бой болмайды уже. Потому что бұл бала дебютанттан ұтылып қалды. 40 kishini ochib beraman bile. Stoyga ishlayman degani. Nima bo'lgan taqdirda ham stoykada ishlaydimi, pastelda ishlaydimi Shahzod? Qo'pol qilib ketganda chiqib qo'yding uka. Asi bolaga cho'timan agar $1000 pul bermasam. Shahzod turganligi uchun $1000 pul beraman. Goldman deb, blogerliklarni qiling. Blogerlarni. Sharmanda qilding bilet. Ahvolni qara. Suvga tushib to'q o'xshab qolishding. Nima bu ahvol bilet? Yana bir xursand qildi. Hech qachon bizni xursand qilma. Xursand qilma bizni. Tinchgina nima olib kelibdi? Nima olib ketibdi deb. Seni samandar tankam yeb chiqib yuboradi. Men javob. Oktagon turniri dahshat. Shunchaki shokka tushdim to'g'risi. Arenadan chiqib ketyapman. Butun arena va Odilxon o'zing qayt deb lichkamga kiraman, hamma Odilxon qayt. Men kommentga kiraman, hamma. To'g'risi men bu darajada odamlar podeshkasini kutmagandim, chunki faqat yomon kommentlarga, faqat ana so'kilgan kommentlarni ko'rib turib, to'g'risi sportdan ham hamma narsadan ko'nglim sovib ketgandi, ochig'i. Men ko'p narsa so'ramayapman. Da o'sha vaqtida Kamilani ham, To'ktarini ham o'zim tugatganman, o'zim nuqta qo'yganman, lekin hozir bular pikda. Qo'limdan keladi bularni yutish, isbotlaganman, yana isbotlash keladi, lekin nima uchun? Menga nima motivatsiya? Menga shu sizlarning yaxshi kommentlar, sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar motivatsiya. Sizlar qo'llab turinglar, hech bo'lmasa negativ kommentariy yozmanglar, iltimos sizlardan. Men qaytaman. Oktagonda bo'lmasligi mumkin. Chunki yaxshi ligadan menga kontrakt kelgan, Oktagondan ham ko'nglim sovigan, to'g'risi xohlamayman. 4 ta bo'ydir, 3 ta bo'ydir, 2 ta bo'ydir sizlar kutgan janglar bo'ladi. Bu yilda o'zida ham bo'lar mo'rish. Lekin sizlardan shunchaki yomon kommentariy yozmasligingizni iltimos qilardim. Mayli qo'llamasanglar ham. Men va'da berib aytaman. Odilxon o'zi so'zini aytadi, xudo xolasa. Men isbotlaganman, isbotlayman ham. Qo'llasanglar bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Rahmat. Assalomu alaykum O'zbekiston. Meni yaxshi ko'rib, meni uzoqdan kutgan kelganlar xumaringni sarson bo'lib, masalan, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Juda ham xursand bo'ldim. Oktagon unaqa to'lmagan ekan. Men aytamanki, nima deyman? Men partiyarim yo'q, kurashim yo'q. Uni men va'dasiga ishongandim. Qo'li yo'q ishlaymiz degani. U MMA 3-4 ta ursa, u 3-4 ta ursa turdiraver ekan. Necha men yutqazdim tan olaman. Lekin menga partiya yo'q, kurash yo'q. Sarson bo'lib kelganlar, meni boyimni ko'raman deb sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Dalishni inshaalloh yana harakat qilamiz. Nimacha olamiz inshaalloh. Kurashlarni qo'yib, partiyalarni qo'yib. Agar sizlarni sarson qilib, sizlarni ishonchlaringizni oqlamagan bo'lsam, meni kechiring.